Selamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve taalaga beadat şükürler olsun. Baxtalar olsun. Qanchalarimiz televizorlarda ko'rib, telefonlarda ko'rgan joylarga mana kelib turibsizlar. Sizlar kelganiga sabab biz ham keldik. Mana shu mu'tabar joylar. Bu joylar hamma joy, mana shu joylar Madina joyi, Makka joyi, bular hamma joy mu'tabar joyki, bu joylarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak poyqadamlar tekkan, malaikalarning poyqadami tekkan, muborak sahaba ikromlar kelib bu joyga ziyorat qilgan va bizdan qancha avvalgi odamlar, avvalgi ahli islom musulmonlar ziyorat qilgan mu'tabar joylarga alhamdulillah biz yana kelib sizlarga shu joyga kelib turibmiz. Bu joy o'ta mu'tabar joy. Men kelganda ko'p aytaman. Sizlar bu joy shunday joyki bu kuladigan joy emas bu yer. Bu yerda sal qalb mahzun bo'lib, Rasulullohga ozor yegan ekan, sahobalar ozor yegan ekan degan bir narsa bo'lish kerak bu joy. Nima uchun desa, chunki bu joyda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan men ko'p aytib beraman, azizlar bitta narsaga e'tibor beringlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil Makkada islomga da'vat qildi. 13 yil. 13 yil islom da'vat qilganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar foyda ko'rmadi. Foydasi qanaqa foyda? Ziyon bo'ldi ko'p holatda. Nima sababidan? Mushriklar Rasulullohga va sahobalarga o'ta qattiq aziyat berdi. Katta sahobalarga ham, kichkina sahobalarga ham, hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu og'iz burnini qonga to'ldirganligi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa xor qilib boshqa bir narsalar tashab qo'yganligi, hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birovni borib islomga da'vat etdi, odamni gapirsa, men mana bemalol gapiryapman, hech kim meni to'sgan yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borib islomga da'vat etsa, orqasidan odamlar ermalib, hali o'zini amakisi Abu Lahab orqasida ermalab yurgan. Meni jiyanim bo'ladi, yolg'on gapiryapti degan. Vaholanki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror marta yolg'on gapirmagan. Endi o'sha 13 yil da'vatdan keyin islom o'toyda rivojlanmagandan keyin ilojsiz 10-yildan 11, 12, 13-yiliga shu Madina Munavvaraga kelganlar. Madina Munavvaraga kelgandan keyin ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan tinch bo'la olmadi. Xo'p, islom rivojlandi. Ancha-muncha sahobalar Madina sahobalar o'zlari chaqirib olib islom rivojlandi. Bu rivojlanganda Makka ahli ko'ra olmadi-da, Madinaga ham bostirib keldi. Madinaga bostirib kelib Badrga keldi. Badrda yakson bo'ldilar. Sharmandalarcha bir nechtasi yer bilan yakson bo'ldi, sharmanda qaytib ketdi. Endi Badrdan keyin ancha-muncha o'rtada ancha-muncha nizo bo'ldi. Lekin keyingisi esa 3000 nafar askarlarni yana to'plab Makkadan yana Madinaga qarab yurish qildi. Mushriklar, ahli mushriklar, Makkada turgan mushriklar bo'lmasa Rasulullohga ziyoni ham tekkan yo'q, hech narsa qilgan yo'q. Magar bu yerda ular ko'ra olmadi islom bu yerda rivojlanib ketishligini va uni bilmadiki buni haq Allohdan ekanligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haq payg'ambarligini bilib turgan bo'lsa ham, ularda qalbidagi hasad bu narsani qaytardi. Xullas kalom, ular 3000 nafar mushriklar ayollari bilan birga hammalari to'planib, biz deb o'zini bir fikrlari, urush taktikalarini qilgan holda uning ichida Vahshiy ham bor edi, Hamza roziyallohu anhu nayzot degan Vahshiy ham bor edi. Vahshiy o'zini ozod bo'lish maqsadi bilan qachonki Hamza roziyallohu anhu o'ldiradigan bo'lsa, qullikdan ozod bo'lishlik sharti bilan Vahshiy ham hanjari bilan kelgan. Demak, 3000 nafar mushriklar mana bu tomondan kelgan. Makka bu tomonda asli. Ular esa aylanmas yo'l bilan mana shu tomondan kelgan ekan, 3000 mushriklar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa sahobalar bilan bu tomondan kelganlar. Sahobalar bilan. Ularni Madinaning ichida kutib olaylik deganda sahobalar ya Rasululloh, yosh sahoba, g'ayratli sahobalar ya Rasululloh, biz hayo qilamiz Madina ichida kutib olgan ularni. Ularni balki Madina tashqarisida o'sha tomonda kutib olaylik, ular kelish yo'liga chiqaylik, qo'rqoq bo'lib bo'lmaylik dedilar. Xo'p deb Rasululloh ularga gapiga kirdilar. Xonadoniga kirib ketdi. Qachonki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xonadoniga kirgan paytida ular ichidagi turgan katta sahobalar nima deganing? Rasululloh shu yerda kutib olaylik dedi. Rasululloh gapga qarshi chiqdinglarmi deb qattiq turganda, ular Rasulullohning xonadoniga bordilar. Va ya Rasululloh, biz adashibmiz, biz siz aytganingizni qilamiz, ularni shu yerda kutib olaylik dedi. Demoqchi bo'lib eshigini tagiga borgan paytda Payg'ambarimiz urush jabdularni kiyib chiqqan ekan. Tayyor bo'lib urush kiyimlarini kiyib, silohlarni kiyib chiqqanda sahobalar o'sha gapni aytuvdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, payg'ambarlar urush silohini kiygandan keyin qaytib urush qilmasdan yechmaydi degan ekanlar. Va ular bilan birga mana shu joygacha keldilar. Qachonki mushriklar bu tomondan keldi, musulmonlar bu tomondan keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa bu joyda turib mushriklar 3000 ta bo'ldi. Sahobalar esa 1000 nafar bo'lgan. 1000 tadan kelgandan keyin 300 tasi qo'rqoqlik bilan ba'zi bir odamlarning gapiga kirishlik bilan munofiqning gapiga kirib orqa qaytib ketaverdi. 700 ta qoldi.
700 tadan 70 tasini mana bu tog', mana. Jabal Rummat dedi, eslab qolinglar, kamonchilar tog'i degan. Shu kamonchilar Jabal Rummatga shular tepasiga chiqarib qo'ygan ekanda, Rasululloh aytgan ekanlar. Biz yutsak ham, yutkazsak ham aslo tog'dan tushmasdan bizni orqa tomonimizni ko'rolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo orqani bildirgan. Rasululloh aytganlar, "Men oldimni qanday ko'rsam, orqamni ham shunday ko'raman" deganlar. Bu degani orqada taqdirotni ham Alloh bildirganini biladi. Har holatdagi tushunsa bo'ladi. Shuni bittasi shu joydagi bo'lgan. Biz yutsak ham, yutkizsak ham bir necha so'zlar bilan buni ta'riflab aytganlar. Hatto u gaplarning bittasi bizni biz yutkazib qo'yib, go'shimizni quzg'unlar yeyotgan bo'lsa ham pastga tushmaydi dedilar. Ikkinchi gaplari, biz yutib yerda o'ljalar qalashib qolgan bo'lsa ham pastga tushmaydi deb bir necha so'zlar bilan ta'riflab tushmasligini ta'kidlaganlar. Qachonki urush boshlandi, e'tibor bering. 630 ta musulmon 3000 nafar kofirni xuddi shu joyda yanchigan. Mana shu joyda turib, ularni quvlab bergan. Yer haqiqatda yer o'ljaga to'lib qolgan yer. Tepada turgan musulmonlar Rasulullohning gapini qilmasdan, kamonchi musulmonlar Rasululloh gapini qilmay pastga tushiverdi. O'ljadan qolib ketib qolamiz, biz yutdik deb pastga shunday tushivergan paytda, o'sha paytda musulmon bo'lmagan, keyinchalik musulmon bo'lib, Allohning qilichi deb nom olgan Xolid ibn Valid degan sahoba bo'lgan. Bu paytda musulmon emas edi u odam. U otli musulmon, otlik edi, u chamondas keyinchalik ham islomga juda katta xizmat qilgan sahoba u zot. Lekin u paytda musulmon emas, lekin bitta narsa biladigan, o'ta urush taktikasi kuchli bo'lgan inson edi Xolid ibn Valid. Nima qildi? Otlik mushriklarning oldida manaqasi aylanib chiqqan ekan. Shunaqasi aylanib chiqib qarang. Musulmonlarni o'rtaga olib qo'ygan ekan, qamalga olib qo'ygan ekan. Bu tomonda ham mushriklar, bu tomonda ham mushriklar. O'rtada musulmonlar qolib ketib qoldi. O'rtada qolgan musulmonlar nima qildi? Musulmonlar endi yutkazdi-da, iyadan ham jang berdi. Hatto odami kim ekanligini tanimaydigan darajada bo'lib ketdi. O'zinikini ham tanimaydigan darajada bo'lib ketdi. Hatto bir-biriga pichoq uradigan darajaga ham o'tib qolay dedi. Shunaqa bir holat bo'ldiki, sarosimaga tushib qolgan musulmonlar yutkazdi. Va hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'ldi degan xabar ham tarqatildi. Mushriklar ichida Muhammad o'ldirdik, Muhammad yutkazdi degan gap ham keldi. Hamza radhiyallohu anhu vahshiy uzoqdan poylab qalbiga xanjar sanchib o'ldirdi. Hamza radhiyallohu anhu vafot o'shada shahid bo'ldi. Shunada Abdul Mus'ab ibn Umayr degan Madina munavvaraga birinchi islomga kirgan musulmonlarga ta'lim, tarbiya, islom shariatini o'rgatishlik uchun Madinadagi Makkadagi eng zodagonlarning farzandi bo'lgan, dunyoni kechib oxirat uchun xizmat qilgan Mus'ab ibn Umayr degan juda chiroyli, savlatli, ham husnda, ham kiyinishda, ham muomalada chiroyli bo'lgan Mus'ab ibn Umayr degan sahoba u zot ham billaydi. Mana shu joyda Mus'ab ibn Umayr shahid bo'ldi. Demak, Madinaga birinchi ta'limi Qur'onni o'rgatgan zot. Hamza radhiyallohu, Abdullah ibn Jahsh va bir necha buyuk sahobalar va mana shu sahobalardan 70 nafari mana shu joyda shahid bo'lishdi. Bular ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga ham qattiq ozor bo'ldi. Hamza radhiyallohu kim bo'lgan? Rasulullohning amakisi bo'lgan, ha? Rasulullohning amakisidek bo'lgan zot mana shu joyda xanjar bilan o'ldirildi. Rasululloh demak jigariga ozor bo'ldi. Dubulga yuziga sanchilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dubulga yuziga sanchilgan singan. Mana shu yuziga sanchilgan dubulgani olaman degan sahoba bir tishlari bilan sug'urgan ekanlar. Rasululloh qo'li bilan sug'ursam ozor bo'ladi Rasulullohga deb tishlari bilan sug'urganda oldidagi bir tish sinib tushgan ekan. Bu tish singanda yana boshqa tishi bilan tortgan. Tish sinish hazlakan emas, lekin bu og'riqni sezgan emas. Sezsa ham Rasulullohning ozorini oldi bu ish narsa emas deb ikkinchi tishlari bilan tortib sug'urganlar. Sug'urgan oldidagi ikkita tishlari sinib tushgan ekan. Keyinchalik Umar radhiyallohu anhu o'z davrlarida hali zotga qarab turib, sendagi kemshik go'zal inson dunyoda yo'q. Sen eng go'zal kemshiksan deb Rasul Hamza radhiyallohu keyin Umar radhiyallohu anhu keyinchalik maqtagan. Xullas kalom, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu joyda qattiq ozor bo'lgan va sahoba-i kiromlar Rasulullohni himoya qilgan sahobalar bir nechalar yerlardan jarohatlanib shahid bo'lganlari ham bo'lgan. Ular ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni tog'am bu degan Sa'd ibn Abu Waqqas degan kamonchi sahoba bo'lgan. Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilamada kamon otar ekanlar. Har otgan kamoni joyiga sanchilar ekan. Shunda aytar ekan payg'ambarimiz: "Ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin, ot" degan ekanlar. Ota-onam fido bo'lsin, ot. Xullas kalam mana shu joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga, qolgan sahobalar bilan, ba'zi bular Madinaga ketib qolganlari ham bo'lgan. Qolgan sahobalar bilan birgalikda shu Uhud toyiga qarab qochgan ekanlar.
Uhud tog'iga qarab qochib ketib qolganda, mushriklar orqasidan quvlab borib, "Ey Muhammad, Badrdagi jangimizni, Badrdagi alamimizni oldik. Biz yutdik, sen yutkazding" deb maqtanib, baqirib chaqirganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarab turgan ekan. "Ey ahli mushriklar, senlar yutdim dema, senlar bab yutkazishding. Qada yutkazamiz, biz yutdik" deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Bilib qo'y, senlardan o'lganlar hammasi ahli do'zax bo'ldi. Bizdan o'lganlar barchasi ahli jannat bo'ldi. Va biz yutdik degan. Barcha shahid bo'ldi, shahidanki shahida a'lo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik ham bu joyni mana o'rab qo'ygan bo'lsa, hozirgi holatda. Avval ochiq bo'lgan, bu yerga boshqa qabr qo'yilmagan 70 sahobani qabri bor. Rasululloh kelarkanlarda bu joyga "Assalomu alaykum ya Uhud shuhada" derkanlar. Allohning sizlarga salomi bo'lsin, ey shahid ahllari, Uhud shahidlari deb qo'yar ekanlar. Bu joydagi shahidlar hammasi ana o'sha qayerda kim o'ldirilgan bo'lsa, o'sha joyga Rasulullohning amri bilan ko'milgan 70 sahoba. Mushriklar ketgandan keyin Rasululloh o'zlari tushgan. Bilib qo'yadigan bitta narsa bor shu joyda. Mushriklar avvalda qilinmagan, avvalda qilinganligi xabari bo'lmagan bir razil ish qilgan. O'sha razil ishlarning bittasi beda yotgan o'lgan musulmonlarni, misol Hind jigarni ochib, jigarni chaynagan. Yuz, quloq, burun, a'zolarni kesib olgan. Bo'ynlariga ayollar tasma qilib osib olgan ekan. Shunaqa bir razillik qilishgan, musulmonlar tanib bo'lmas darajaga keltirgan holatlari ham bo'lgan. Payg'ambarimiz o'zlari ajratib, "Mana palonchi" deb aytib, birini qilib musulmonlar, demak Rasululloh amri bilan shu joyga qo'ygan. Qo'yadigan narsa avvaliga 100 qabrlar qattiq sel kelib, unda managa to'siq bo'lmagan ekan. Avvalgi 100 yilda qattiq sel kelib ochilganda, o'sha paytda o'tgan shahidlarni qabrlari, jasadlar ochilib qolib, badan qanday bo'lsa o'shanday turgan holatda ko'rgan. Bilib qo'yaylik, musulmonlar shahidmi? Shahid musulmon aslo chirimaydi. Bular hammasi qanday yotgan bo'lsa, qabrga yotib Alloh bizni shod aylasin. Qabrlarni albatta Alloh Qur'on nuri bilan munavvar aylab, biz mu'minlarga bulardan go'zal ibrat olishligimizni bilib qo'yaylik. Bizgacha islom oson kelgan emas. Biz bilaylikki, islom bizgacha oson kelgan emas. Bizgacha kelgan bu islomni g'animat bilaylik, ibodat qilaylik, Xudoning zikrini qilaylik, duo qilaylikki, bular erta qiyomatda qanaqa zotlar bo'lganligiki, jon fido qilgan islom uchun ko'rishlik ne'matiga Alloh taolo barchamizni jannatda musharraf qilsin. Alloh. 8 yashar qo'shnimiz. Xatm qilgan. Xatm qilgan. Kimda xatm Qur'on bor? Onam ham bitta bor dedi. Rabiyaxon degan qiz qo'shnim, ashuni olib, materiallar tashlasanglar ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, bir chekkadan xatm Qur'on. Bitta onam. Sizda bitta. Bitta yana bitta aytuvdi menga. Hozir. Nechta xatm Qur'on bor? Bitta. Sizda bitta. Bitta. Kimda xatm Qur'on? 5 ta bor. Uchtasini Makkada bag'ishlaylik, ikkitasi Makkada bag'ishlaylik. Siz o'zingizdan bitta Ali odamning bittasi, uchtasi bu yerda bag'ishlaylik.